Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Naruto olamidagi top 8 eng kuchli Susan'olar va ularning qobiliyatlari haqida gaplashamiz. 8-o'rin. Shisui Uchiha. Shisui Uchiha Uchiha klanining eng kuchli genjutsusiga ega a'zolaridan biri hisoblanadi. U 3-jahon shinobilar urushida yaqin do'stining o'limi tufayli Mangyokusini uyg'otishga muvaffaq bo'lgan. Va uning Susan'osiga keladigan bo'lsak, bu haqida animeda yoki mangada buni ko'rsatishmagan. Shunga qaramasdan, Masashi Kishimoto Naruto Ninja Storm Revolution o'yinidagi qisqacha epizodda Shisui uchun maxsus Susan'o yaratdi va uni ommaga taqdim qildi. Shisui o'yinda Danzoni odamlariga qarshi bir ko'zi bilan Susan'oni qilgani tasvirlanadi. Uning Susan'osining yashil rangda tasvirlanishi va uning Susan'osi odam suratida kirganida xuddi iblisni esga soladi. Va qobiliyatiga keladigan bo'lsak, uning Susan'osi ko'kragidan chakra ignalari to'plamini va nayzani ajoyib tezlikda otish qobiliyatiga ega. Va bu Shisuiga dushmandan uzoqda turib ham unga hujum qilish imkonini beradi. 7-o'rin. Itachi Uchiha. Hammaga ma'lumki, Itachi Susan'osini ilk marta Sasuke'ga qarshi jangda ishlatgan. O'shanda Itachi Susan'osining Sasuke'ning kirinidan himoya sifatida foydalanadi. Itachining Susan'osi qizil rangda bo'lib, u 3 xil ko'rinishga ega. Birinchi ko'rinish skelet bo'lib, Itachi undan asosan himoyasi va hujum uchun foydalangan. Ikkinchi Susan'o ko'rinishi esa qiyofaga ega bo'lib, uning himoyasi yanada kuchliroq va yaxshi hujumga tayyorlangan. Itachi bu formada shurikendan ham foydalanishi mumkin. Itachining Susan'osi 3-ko'rinishi esa eng so'nggi va eng kuchli ko'rinishi hisoblanadi. Hatto Qora Zetsu ham Itachining bu ko'rinishini yengilmas deb aytgan edi. Sababi Itachi bu ko'rinishida bir varaqaga Yato qalqonidan hamda Totsuki qilichidan foydalanishi mumkin edi. Yato oynasiga keladigan bo'lsak, u juda ham mustahkam bo'lib, uni hech narsa yorib o'ta olmasdi. Ushbu qalqon duch kelgan hujumga qarab o'z tabiatini o'zgartirishi va uni bo'shliqqa aylantirishi mumkin. Totsuki qilichiga keladigan bo'lsak, u har qanday narsani kesa oladi, shuningdek muhrlay oladi ham. Itachining bu formasi haqiqiy ajalning o'zginasi. Itachi nima uchun yengilmas deb hisoblanganligini endi tushungandirsiz. 6-o'rin. Indra Atsutsuki. Uchiha klaniga asos solgan va Uchihalarning ajdodi bo'lmish Indra Atsutsuki Susan'osidan ilk bor Ashuraga va Kagoramaga qarshi foydalangan. Uning Susan'osi binafsha rangda hisoblangan. Ko'rinishidan xuddi Sasuke'ning Susan'osini eslatadi. Ammo mening o'ylashimcha, Sasuke'ning Susan'odan ancha o'zgincha rangda va ko'rinishida farq qiladi. Itachi va Shisuidan farqli o'laroq, Indra mukammal Susan'o qila olgan. Uning mukammal Susan'osi ikkita ulkan qilichga va bu kuch yordamida dushmanga katta zarar berishi mumkin edi. 5-o'rin. Madara Uchiha. Uchiha Madara afsonaviy eng kuchli Uchihalardan biri hisoblanadi. Animada u Susan'osidan ilk bor 4-shinobilar jangida foydalangan edi. Uning Susan'osi rangi ko'k rangda tasvirlangan. Uning qobiliyatiga kelsak, Madara oddiy Susan'o ko'rinishi bilan bir varaqaga dushmanga qarshi 4 ta qilishdan foydalanishi mumkin va dushmanga qarshi ulkan vayrongarchiliklar keltirishi mumkin edi. Va shuningdek, uning Susan'osi shurikendan ham foydalana olgan. Bu Madaraga uzoqdan turib ham hujum qilish imkonini beradi. Uning mukammal Susan'o ko'rinishiga kelsak, uning Susan'osi bo'y jihatdan Indra va qolgan mukammal Susan'olarga qaraganda ancha katta hisoblangan. Va uning Susan'osi ulkan ikkita qilichdan tashkil topgan. Va bu Madaraga kamida katta bir vodiyni yo'q qilishni imkonini bergan. Madaraning bu ko'rinishi o'ta vayronkor hisoblangan. 4-o'rin. Hatake Kakashi, ya'ni nusxalovchi ninja.
Hammaga mashhur nusxalovchi Ninja Hatake Kakashi o'zining Susanosini ilk bor Kaguya Atsutshining Biju formasiga qarshi bo'lgan jangida foydalangan. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Kakashi qanday qilib Susano qila oldi degan. Sababi Obito o'lishidan oldin Kakashiga o'zining qolgan 6 yo'l donishmandi chakrasini va Mangyoku Sharinganini beradi. Va bu Kakashiga Susanoni qilish imkonini bergan. Kakashining Susanosiga kelsak, uning Susanosi animada och-ko'k rangda tasvirlanadi. Lekin mangada u sariq, ya'ni tilla rangda tasvirlangan edi. Kakashining mukammal Susanosining qobiliyatiga keladigan bo'lsak, u ucha oladi va shuningdek Kamui shurikenlaridan foydalana oladi. Shurikenlar tekkan har bir narsa bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Va yana mangada Kakashining Susanosi qilich bilan ham tasvirlangan edi. Lekin animada afsuski buni ko'rsatishmagan. 3-o'rin Sasuke Uchiha. Uchihalarning eng so'nggisi va Indraning reinkarnatsiyasi bo'lmish Uchiha Sasukening o'zining Susanosidan ilk bor Danzoga qarshi foydalanadi. Uning Susanosining rangi to'q binafsha rangga ega. Uning Susanosi 5 xil ko'rinishga ega. Birinchi ko'rinishida Sasuke asosan kichikroq hujumlarda foydalangan. Ikkinchi ko'rinishida Sasukening Susanosi skelet shakliga kiradi va bu forma ancha chidamli va kuchliroq hisoblanadi. Susanoning 3-chi ko'rinishida Susano qiyofaga kiradi. Bu formada Sasukening Susanosi kattaroq va yanada zirhliroq hisoblanadi. Sasuke bu ko'rinishida kamondan o'q ota oladi. Shuningdek, Susanoning bu ko'rinishi bilan Sasuke yerda bemalol harakatlanishi mumkin. 3-chi ko'rinishi zirhli Susano deb nomlanadi. Bu formada Sasukening Susanosi xuddi zirh kabi mustahkam bo'ladi va bir qo'lida qalqon va bir qo'lida amati rasuli shar bo'ladi. Sasuke bu formasidan Zetsuga qarshi kurashda foydalangan edi. Oxirgi formasi mukammal Susano formasi hisoblanadi. Susanoning bu formasi juda ham kuchli hisoblanib, Sasuke Rinnegan va 6 yo'l donishmandining kuchiga ega bo'lgandan keyin buni qilishga muvaffaq bo'ldi. Uni qobiliyatiga kelsak, Sasuke bu Susanoning formasi bilan bemalol osmonga parvoz qilishi va ikkita ulkan katanadan qilishlardan foydalanishi mumkin. Shuningdek, Chidori va olovdan ham foydalana oladi. Va top 7ligimizning 2-o'rnini ham Sasuke Uchiha egallaydi. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib deysizmi? Sasuke 4-shinobilar jangidan so'ng Bijularni barchasiga genjutsu ostiga oladi va Chibaku Tensei yordamida ularni muhrlashga muvaffaq bo'ladi. Sasuke o'zining to'liq tanasi Susanodan Gedo haykaliga kabi quyruqli hayvonlarning barcha 9 chakrasini so'rish uchun idish sifatida ishlatib, o'zining Susanosidan bir necha barobar kuchli Susanoga erishadi. Sasukening Susanosi bu shaklda ulkan nayzadan hamda o'zining eng kuchli hujum texnikasi bo'lmish Indraning o'qidan foydalanishi mumkin edi. Susanoning shuningdek o'ta kuchli va zirhli hisoblangan himoyasi ham mavjud bo'lgan. U hatto Naruto Uzumakining 6 yo'l ultra katta top Rasen Shurikeniga qarshi bemalol kurasha oladi. Va bizning top 7 ta eng kuchli bo'lgan Susanolar ichida birinchi o'rinni taqdim etamiz. Kagoroma Atsutsaki. Shinobilar asoschisi bo'lmish Kagoroma Atsutsaki onasi Kaguya bilan bo'lgan jangda uning 10 dumlik hayvoniga qarshi o'zining mukammal Susanosidan foydalanadi. Kagoroma o'zining Mangyoku Sharingani hamda 6 yo'l kuchi yordamida buni amalga oshiradi. Uning Susanosining rangi moviy rang hisoblanib va ulkan katta katana bilan jihozlangan edi. Uning Susanosi bo'y jihatdan barcha Susanolardan ulkan hisoblangan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra uning bo'yi taxminan 1000 metrgacha deb aytiladi. Sababi animada uning bo'yi 10 dumliligi bilan aynan bir xil edi. Susanoning katta bo'lishi sizda 6 yo'l kuchi hamda chakraning ko'p bo'lishiga bog'liqdir.
Xuddi Uchiha Madara Naruto Ninja Storm 4-o'yinida o'zining 10 dumlik Jinchuriki formasida gigant Susanoni qilgani kabi. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gapimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan esa kristal bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda nima haqida video chiqarishimizni o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirib keting. Siz bilan yana bir bor ko'rishamiz. Bizning animechi do'stlarimiz.